Avvalo tush haqida. Tush o'zi qanday hodisa? Tush bu bir mo'jiza o'zi asli. Tush ruhga tegishli hodisa hisoblanadi. Ruhni inkor qiladigan moddiy yunchi mafkuradagi kishilar tushni nimalardir deb izohlaydi. Masalan, insonning hayolida o'tgan narsalarni nervda takrorlanishi, asab, bu hokazo shunga o'xshash gaplar bilan izohlashga harakat qilishadi. Yaxshi ularni alg'ov-dalg'ov tushuni shunaqa deb tushunsa bo'ladi. Balki alg'ov-dalg'ov tushlar shunaqa desangiz ham bo'laveradi, zarari yo'q. Lekin rahmoniy tushlarchi? Rahmoniy tushlar borki, bu tushlar kelajakdan xabar beradi. U qanaqasiga asabdan, nervdan bo'ladi? Ana demak tush bu ruhoniy holat, bu ilohiy bir mo'jiza hisoblanadi. Tush 3 xil bo'ladi. Rahmoniy tush bo'ladi, shaytoniy tush bo'ladi, keyin insoniy tush bo'ladi. Bir ta'bir bilan aytganda. Rahmoniy tush Alloh subhanahu va taolo tomonidan insonga ko'rsatilgan g'ayb olamiga oid biror bir hodisa, voqea, ma'lumot tarzida namoyon bo'ladi. Rahmoniy tushning o'ziga yarasha alomatlari bor. Rahmoniy tush birinchidan tiniq bo'ladi. Rasul akram alayhissalatu vassalomga ilk vahiy tushda boshlangan deydi Oysha roziyallohu anha. O'shanda aytadilarki, o'shanda payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom xuddi tong yorug'idek tiniq tush ko'rardilar, deydilar. Ya'ni tong yorishganda qanaqa ko'zingizda qoladi tong yorishishi. Tush shunaqa tiniq bo'ladi. Rahmoniy tushning birinchi alomati. Va u esda qoladi. Rahmoniy tush odatda esda qoladi. Endi esda qolishi o'sha vaqtda qoladi. Keyin unutish mumkin, nimalardir sabab bilan. Lekin uyg'onganda u tushda nima ko'rganini anglay oladi. Noaniq qanaqadir nimalardir ko'rdim degan gap u rahmoniy tush bo'lmaydi. Rahmoniy tushda tiniqlik bor, ravshanlik bor. Shu bilan birga rahmoniy tush agar hayotga tegishli bo'lsa, u hayotda o'z aksini topadi. Ya'ni o'ngidan keladi. Rahmoniy tush ba'zilar aytadi faqat saharda ko'rilgan tush rahmoniylikka yaqin deydi. Lekin bu shart emas. Tush rahmoniy bo'lishi uchun saharda ko'rilgan bo'lishi shart emas. U kunduzda bo'lishi ham mumkin, bir oz ko'z ilg'aganda bo'lishi ham mumkin. Rosmona uxlab saharda bo'lishi shart emas. Rahmoniy tush faqat yaxshilikni ifoda qilmaydi. Ya'ni aytaylik, rahmoniy tushda bil'aks sizga yomon xabar bo'lishi ham mumkin. Siz kelajagingizdagi bir kulfatdan xabar bo'lishi ham mumkin. Shu bilan birga rahmoniy tush insonning qanaqadir solihligi yoki ulug'ligiga doim ham dalolat qilmaydi. Masalan aytaylik, Fir'avn Musa alayhissalom tug'ilib, uni halok qilishini tushda ko'rgan, to'g'rimi? Fir'avn yaxshi odam bo'lganmi? Lekin Alloh unga tushida unga ishorani ko'rsatgan. Kelajak haqida unga ishora bergan. Ba'zilar aytadi, Namrud ham shunaqa tush ko'rgan Ibrohim alayhissalom haqida deydi. Ba'zi asarlarda keladi. Ana demak, bir kishining rahmoniy tush ko'rib, o'sha tush orqali unga nimalardir bildirilishi uning ma'sum, gunohsiz ekanini yoki aytaylik boshqalardan ustun fazilatga ega ekanini aniq dalolat hisoblanmaydi. Lekin odatda Alloh subhanahu va taologa yaqinlashib, insonning qalbida poklik yuksalib, ruhi poklanganda rahmoniy tush ko'rish holati ko'payishi bor. Ya'ni mana shunaqa rahmoniy tushni ko'p ko'rish qalb pokligi, ruh pokligiga aloqadorligi bor. Lekin o'shanda ham masalan tush ko'rib, tushingizni o'ngingizda ko'rib, ro'yobga chiqqanini ko'rganingizda ham siz demak bir avliyo yoki bir aytaylik boshqalardan ustun bir fazilatga ega ekanman degan xayolga bormasligingiz kerak. Bu Allohning fazli bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning fazli. O'shaning uchun tush ko'rgan odam, rahmoniy tush ko'rgan odam yaxshi tush ko'rdi. Aytaylik, mana hozirgi bobda o'rganadiganimizdek Rasul akram alayhissalomni ko'rdi balki tushda. Yoki yana boshqa bir ulug'larni ko'rdi. Tushida bir ishoralar bo'ldi, o'sha ishlar amalga oshdi va hokazo. Bular hammasi nima bo'ladi? Bular hammasi Allohning fazli bo'ladi. Bandaning fazli emas. Allohning bandaga marhamati bo'ladi. O'sha marhamatga insonda biror bir fazilat sabab bo'lgan bo'lishi ham mumkin.
bo'lmagan bo'lishi ham mumkin. Chunki Alloh xohlaganiga fazl qilaveradi. Bir kishi avliyoyi zamon bo'lishi mumkin, lekin unda karomat bo'lmasligi mumkin. Yana kimdadir juda unchalik yuqori martaba bo'lmasa ham unga karomat Allohdan bo'lishi mumkin. Bu Allohning fazli hisoblanadi. Hazrat Naqshbandiy rahmatullohi alayhida o'z karomatlar zohir bo'lgan, ya'ni odatdan tashqari ishlar. Lekin haligi hikoyalarda kelgandaqa ba'zi bir rivoyatlarda bo'lgan bo'rtirilgan hikoyalardagi holatni shogirdlar ko'rmas ekanda, hech kuzatmas ekan. Bir kuni so'rashdi Hazrat Naqshbandi rahmatullohi alayhi: "Taqsir bu sizni endi ulug' odamsiz, avliyo deb bilamiz, lekin bu karomatlar uncha ko'p emasga o'xshaydi. Nega? Qanday buni tushunsak bo'ladi, lekin siz ulug'ligingizga gap bo'lishi mumkin emas." deganda u kishi aytgan ekanlar. Shunda o'rnlaridan turib bu yoqqa borib ketdilar. Borib kelib turib, "Men hozir yiqilmasdan yurdim, ko'rdinglarmi?" "Ha, ko'rdik." "Shuncha gunoh qilib turib, yana mana shunday qadim ko'tarib yurishim o'z karomat emasmi menga?" degan. Ya'ni ular o'zi gunohdan eng hazir insonlar bo'lgan, lekin har bitta nuqsonini gunoh deb bilgani uchun shunda ham Alloh menga fazl qilib shunaqa bemalol yurishimni Alloh o'zi demak nasib qilib turibdi-ku, shu o'zi menga karomat emasmi deganlar. Ya'ni boshqalarga bu o'g'it bo'lganki, har birimizga Allohning karomati bor. Ya'ni qaysidir ma'noda Allohning marhamati bor, lekin istilohiy karomat degan narsa bu odatdan tashqari sabablar qonuni buzilishi bilan yuzaga kelgan hodisa, bu karomat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni tushda ko'rish ham demak insonga fazl bo'lishi ham mumkin. Fazl bo'lmasligi ham mumkin. Uning fazl emasligi Allohning huzurida tafsiloti. Shuning uchun bunga hech kim qat'iy hukm qila olmaydi. Ya'ni mana shu Rasululloh akram alayhisalomni ko'rgan ekan, endi bu bir alohida demak so'zi boshqacha qabul qilinadi deyilmaydi. Rahmoniy tushda demak insonni bugungi holatidan xabar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi inson tush ko'radi. Tushida aytaylik bugungi holat haqida, taqvosizligi yoki diyonatda o'sayotgani, taqvosi ziyoda bo'layotgani haqida tush ko'rish mumkin. Bir kishi kelib, "Ya Rasululloh akram alayhisolatu vassalomga kelib, "Ya Rasululloh, men falonchini tushimda ko'rdim. Yig'layotgan ekan" deganda, Rasululloh akram alayhisalom demak qilgan yaxshi amallarga savob olyapti ekan deganlar. Ko'ryapsizmi? Tushda gohida o'ylamaganingiz ta'bir bo'ladi. Ba'zi odamlar keladi. Ba'zi yigitlar, ba'zi odamlar keladi. "Tushimda u oldu, bu oldu, 10 kunda uni ko'rdim, buni ko'rdim." Yaxshi. Agar pok, solih inson bo'lsa, unga rahmoniy bir ishora bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin shaytoniy bo'lishi ham mumkin u. Shuning uchun uni ta'birini mutaxassislar bilan gaplashiladi. Mutaxassis odam u odamning solihligini, ibodati, hayotini, aql va zakovatini ko'rib keyin bu haqda keyin bir ishorani aytadi. Odatdan ko'p odam tushimda Allohni ko'rdim, payg'ambarimizni ko'rdim, uni ko'rdim, buni ko'rdim deydi. Lekin va aslida o'z salohiyatli hayot kechirmayotgan bo'ladi. Bu odamlar Rasululloh akram alayhisolamni o'z suratlarida ko'rmasa, u Rasulullohni ko'rdim deb da'vo qilish uncha o'rinli bo'lmaydi. Ya'ni Rasululloh akram alayhisolamni aynan ko'rdim deyish uchun bir qancha demak belgilar topilishi kerak. Shuning uchun unga inson berilib aldanib qolmasligi kerak. Mabodo ko'rsangiz, tushda Allohni ko'radimi? Allohni ko'rish mumkinmi tushda desa mumkin degan ulamolar. Imom Navoiy va boshqa ulamolarimiz Alloh subhanahu va taoloni inson tushda ko'rishi mumkin deganlar. Lekin kayfiyatsiz ko'radi. Kayfiyatsiz ko'radi. Ahmad ibn Hanbal aytganlar, "Men tushimda Allohni 100 marta ko'rdim" deganlar. O'shanda Allohdan so'radim, "Parvardigor, senga eng yaxshi amal, yaqinlashtiruvchi amal qaysi?" deganda, "Kalomimni o'qish" dedi Alloh. Men so'radim, "Ey Alloh, tushundimmi, tushunmasdanmi?" Alloh tushunsa ham, tushunmasa ham dedi deganlar. Imom Ahmad ibn Hanbaldan bu rivoyat ishonchli xabarlarda kelgan. Yana boshqa ulamolarda ham bu holat bo'lgan. Rasululloh akram alayhisalom Allohni tushimda ko'rdim deganlar. Ra'aytu robbi fil manam deganlar. Rasululloh akram alayhisalom ko'rdilarmi? Demak inson ko'rdi tushda. Tamom. Demak solihlarga ham Allohni tushda ko'rish bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisolatu vassalomni tushda ko'rishi mumkin. Bular rahmoniy bo'ladi. Lekin uning o'zining shartlari bor, sharoitlari bor. Ana ularsiz inson bu da'voni to'g'ri qilishi to'g'ri bo'lmaydi. O'sha shartlarga, sharoitlarga to'g'ri kelsa, ana unda uning tushi haqiqiy rahmoniy deb
qaralishi mumkin. Inson rahmoniy tush bilan shaytoniy tushni qanday farqlaydi desa, alomatlaridan biri rahmoniy tushdan keyin insonda qalbida Allohdan qo'rqish, Allohga bo'lgan iymon ziyoda bo'ladi va halovat unda barq uradi. Shaytoniy tushda esa aksincha tundlik, qorong'ulik, zulmat, qo'rquv shunga o'xshash narsa holatda uyg'onadi. Mana bu demak rahmoniy shaytoniy tushlar o'rtasidagi belgilardan biri hisoblanadi.